Assalomu alaykum, yaxshilar, yaxshimisizlar? Nima deb o'ylaysizlar, nima bu? Bu yurak to'ma nuqsoni 55 ga kirgan ayol, 4 ta bolasi bor ayol. Yaqindagina bilgan. Xudoning qudrati hech qanaqa bir ziyon bermaganiga, tug'ma porok mana. Chaqaloq shuna tug'ilgan. Открытый aortальный проток, batal protok deymiz ana. Bu o'pka arteriyasi bo'lsa, o'pka arteriyasiga aortadan kirgan mana orqaga ketayotgan protok bu. Mana yurakda qana hech qanaqa bir ziyon bermagan, kattalashmagan, razmerlari joyida, hammalari cho'tki ishlayapti. Bu mana tepadan olingan nimasi? Aortani mana aortaning lavog'idan o'pka arteriyasiga qarab ketgan protok bu. Hammada bo'ladi, yopilib ketadi keyin. Bular yopilmagan. Eng asosiysi mana qaranglar, hamma ko'rsatkich, yurakda hamma ko'rsatkich shunaqa zo'r ideal holatda turibdiki, hayronsiz, qana yuragiga bir ziyon bermagan. Allohning qudrati, sog' bo'linglar, salomat bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar.